Sendan birinchi uchrashganimiz. O'zingcha. Men degana bolalar bilan gaplashmayman deb. Qayon ichi qata yo'lni sen chiroyli ekan. To'xtayman, borib kelay yoniga. Qo'stingiz qaytaman. Hozir. To'y. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Buni olib keling tishingga. Oddiy suv bo'lsa ham boradi. Mayli. Sizlar o'tirib turinglar. Necha oylik bo'ldinglar? Yaqinda 9 oylikka chiqdik. Oz qopti-da. Shunaqa. Bitta ushlab ko'rsam maylimi? Mayli, bemalol. Egizak. Qancha baxtlisiz. Baxtiyor onadirman. Lekin baxtiyor ayol emasman. Nimaga unaqa deyapsiz? Homilam 6 oyligida turmush o'rtog'im avtohalokat sabab olamdan o'tdi. Uzr opajon. Yoningizdagi xo'jayingiz dedilar? Ha, xo'jayinimlar. Qanchalar baxtli ayolsiz. Yoningizda suyanchig'ingiz, dardkashingiz bor. Yaxshi yomon kuningizda suyanadigan insoningiz bor. Sizga havasim keldi. Turmushimizga 15 yil bo'lgan. Lekin farzandimiz yo'q. Bormagan doktorimiz, qilmagan muolajamiz qolmadi opa. Taqdir nasib qilgani shu ekan. Lekin siz juda ham baxtli ayolsiz. Yuring, aylanamizmi opajon? Yuring.